Demak, juda ko'plaringiz savollar beryapsizlar. Savollaringizga javob bermoqchiman. Bu savol shunday: nima uchun meni qonim kamayib ketyapti? Men juda ham yaxshi ovqatlanaman. Tez yaxshi kuch-quvvat beruvchi dorilarni ham, tabletkalarni ham qabul qilaman, lekin ma'lum bir vaqt ko'tariladi-yu, yana shu ahvolga kelib qoladi. Qonim ko'tarilishini uchun nima qilishim kerak degan savollaringizga albatta sizning qoningizni hech kim kamaytirmaydi. Sizning qoningiz kamayishiga asl sabab bor. Bu sabablardan eng bittasi organizmingizda gijja va parazitlarni borligi. U yashayaptimi? Sizda qon kamlik kelib chiqaveradi. Siz yegan hamma kuchli ovqatlarni teng sheriklikda u ham yeb yotadi. Albatta, siz qoningizni to'liq ko'tarmoqchimisiz? Hemoglobin yaxshi bo'lishi uchun organizmni tozalashdan boshlang.